Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. O'zbekistondagi kelgusi 3 kun davomida kuzatiladigan ob-havo prognozini e'lon qilamiz. Videoni boshlashimizdan oldin kanalimizga obuna va like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Ertadan boshlab, ya'ni 26-avgustdan 28-avgustgacha chorshanba, juma O'zbekiston hududlarida havo asosan biroz bulutli va o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Haftaning ikkinchi yarmida respublika bo'ylab issiq havo oqimi yana biroz kuchayishi kutilmoqda. O'zgidromet ma'lumotlariga ko'ra, hududlar bo'yicha 3 kunlik prognoz. 26-avgust chorshanba kuni Toshkent shahri va markaziy viloyatlar, Samarqand, Jizzax, Sirdaryo havo ochiq va biroz o'zgaruvchan bo'ladi. Kunduzi harorat mo'tadil 32-35 daraja, kechasi esa shabada hisobiga 18-21 daraja salqin bo'ladi. Farg'ona vodiysi, Andijon, Namangan, Farg'ona kam bulutli ob-havo saqlanadi. Kunduzi harorat 32-35, kechasi esa 18-22 daraja atrofida bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida quyoshli va quruq havo kuzatiladi. Kunduzi harorat 34-37 darajagacha ko'tariladi. Janubiy viloyatlar Qashqadaryo va Surxondaryo kunduzi nisbatan issiqroq bo'lib, harorat 36-38 darajagacha chiqadi. Shimoliy hududlar Qoraqalpog'iston va Xorazm kam bulutli, yog'ingarchiliksiz ob-havo. Kunduzi 32-35, tunda esa 16-19 daraja. 27-avgust payshanba kuni Toshkent shahri va markaziy viloyatlar issiq harorat yana 2-3 darajaga ko'tarila boshlaydi. Kunduzi harorat 35-37, kechasi esa 19-22 daraja bo'ladi. Farg'ona vodiysi quyoshli ob-havo davom etadi. Kunduzi harorat 34-36, kechasi esa 19-22 daraja bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlari kunduzi havo isiydi va 36-38 daraja atrofida bo'ladi. Shamol sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Janubiy viloyatlar issiq kuchayib, kunduzi harorat 38-40 daraja jazirama yaqinlashadi. Shimoliy hududlarda havo qisman bulutli bo'ladi. Kunduzi harorat 33-36 daraja atrofida bo'ladi. 28-avgust juma kuni Toshkent shahri va markaziy viloyatlar hafta oxirida ham quyoshli va quruq ob-havo saqlanadi. Kunduzi 35-37 daraja issiq, tungi soatlarda esa 18-21 daraja salqin bo'lishi kutilmoqda. Farg'ona vodiysi kam bulutli va mutlaqo yog'ingarchiliksiz ob-havo saqlanadi. Kunduzi 35 daraja issiq bo'ladi. Buxoro, Navoiy va janubiy viloyatlar respublikaning eng issiq nuqtalari bo'lib qoladi. Kunduzi janubda harorat 39-40 darajagacha ko'tariladi. Cho'l zonalarida shamol tezligi biroz kuchayishi mumkin. Shimoliy hududlar tunda havo harorati ancha salqin 15-18 daraja, kunduzi esa 32-35 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat edi. Kanalimizga obuna va like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.